kichkina shaharchada har kim o'z ishi bilan band bo'lgan bir joyda bir odam g'amgin chehra bilan turardi. U maosh ololmadi. Bankdan olingan kredit uchun qarzdor edi. Bugun to'lovning oxirgi kuni, ammo unda pul yo'q. Umid bilan u har bir tanishidan qarz so'radi, lekin hamma uni e'tiborsiz qoldirdi. Iltimos, mening boshqa ilojim yo'q, derdi u. Ammo odamlar faqat yuz o'girar, hech kim yordam bermasdi. Har bir rad javobi bilan uning umidi so'na boshladi. U soatga qarab, vaqt o'tib borayotganini anglaydi. Atrofda shovqin, kulgi, ammo uning dunyosi kulrang tus olgan. U yana kimdandir yordam so'rashga urindi, lekin faqat sovuq kechirasiz, bandman degan javobni eshitdi. Har daqiqa o'tgan sayin yolg'izlik unga tobora bosim o'tkaza boshladi. O'sha lahzada u angladiki, ba'zida eng oddiy yordam so'rovlari ham javobsiz qolishi mumkin. U xafa bo'lib, orqasida barcha yaxshi umidlarini qoldirib ketdi.